Assalomu alaykum. Bugungi efirimizda qilgan narsamiz mana shunday iborat bo'ldi. Xo'p, AI agentlar haqida gaplashdik efir davomida va efir so'ngidagi rezultatimiz AI ustoz yasash bo'ldi. Xo'p, bu mutlaqo bepulga tushdi. Ya'ni hech qanday biz API key yoki kalt sotib olmadik. Shunchaki tekinga biz o'sha Instagramda yoki o'sha internet manbasida mashhur bo'lgan AI ustozni yasadik. Qani ishlatib ko'ramiz. Rezultati qanday ekan? Xo'p, ulanish tugmasini bosamiz. Assalomu alaykum. Yangi darsimizni boshlaymizmi? Xo'p, endi bu yerda mikrofonni yoqishni bosib qo'yamiz. Albatta boshlaymiz. Ketdik matematika bo'yicha. Juda yaxshi. Matematika bo'yicha kvadrat tenglamalar yoki foizlar mavzularidan qaysi birini o'rganishni xohlaysiz? To'xta, menga matematika yoqmaydi. Ingliz tilidan boshlaymiz. Tushundim. Ingliz tilida present simple zamoni yoki kundalik 20 ta muhim so'z mavzularidan qaysi birini boshlaymiz? Qara, men hozir ingliz tilida gapirishga harakat qilaman. Sen meni ingliz tilimda bahola, faqat haqqoniy bahola. That's a great goal. I will give you honest feedback to help you improve. Which topic would you like to start with? Present simple, tense, or daily 20 essential words? No need. No, don't need. Please, you need speak feedback on Uzbek language. I understand. So you'd like to continue in Uzbek, right? Right. I speak English. You speak Uzbek. Okay? Kelishdik. Men o'zbek tilida javob beraman. Siz ingliz tilida gapirishga harakat qiling. Qaysi mavzuni o'rganamiz? I need learning to speak English, and my English is bad. Please, you need teach me English truly. Hop, ingliz tilini ham pachag'i chiqarib tashladim. Havo To'xta. Voy. Xo'p, mana. Xullas, mana shunaqa mashhur yoki qanaqadir bir narsalar aslida yasash, qilish oson narsa. E'tiboringiz uchun rahmat. Biz bilan qoling, like bosing, obuna bo'ling. Efirlarimizda kuzatib, qo'llab-quvvatlab, like bosib turishni unutmang. Rahmat.